Assalomu alaykum azizlar. Mening eng yaxshi ko'rgan yozuvchimdan biri O'tkir Hoshimovning Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobidan sizlarga hikoya aytib bermoqchiman. Ko'p yozuvchilar yozishadi hikoyalar, ularda juda ham ko'p so'zlardan foydalanishgan, lekin ulardagi so'zlar, uning ma'nosi kitobxonga yetib bormaydi. Bu shunday yozuvchiki, ozgina so'zlardan foydalangan bo'lsa ham o'quvchini qalbini zabt eta olgan. Ulardan biri 8-mo'jiza. Tasavvur qiling, siz tasviriy san'at muzeyiga kirdingiz. Polotnolardagi rasmlarni, odamlarning qiyofasini ko'zingiz bilan ko'rib, hayajonga tushasiz. Tasavvur qiling, siz magnitofonda muzika tinglayapsiz. Cholg'u ohanglari, xonandaning ovozini qulog'ingiz bilan eshitib, hayajonga tushasiz. Endi tasavvur qiling, siz kitob o'qiyapsiz. Oq qog'ozda qora chiziqlar, harflardan bo'lak hech qanaqa rang yo'q. Hech kim ham kuy chalmaydi. Ammo asarni o'qishingizga kirishingiz bilan ko'z o'ngingizda rangin manzaralar paydo bo'ladi. Qulog'ingiz ostida ajib ohanglar jaranglay boshlaydi. O'zingiz bilmagan holda qattiq hayajonga tushasiz. Hech shubhasiz, badiiy adabiyot dunyodagi 8-mo'jiza.